sevganingiz bilan turmush qurganmisiz? Ikkalasi ham ha deb javob berdi. Yulduz Usmonovaga taqlid qila olasizmi? Ikkalasi ham yo'q deb javob berdi. Biror marta o'g'irlik qilganmisiz? Ikkalasi ham yo'q. Partadoshingiz bilan urushganmisiz? Birinchi Shahrimsa ha deb javob berdi. Sohiba yo'q deb javob berdi. Birinchi sevgingizni qilsaysizmi? Ikkala ishtirokchimiz ham ha deb javob berdi. Oltinchi sinfdoshlardan birortasini sevganmisiz? Ikkalasi ham yo'q deb javob berdi. Hojiboy Tojiboyevga taqlid qila olasizmi? Ikkalasi ham yo'q deb javob berdi. Endi partadoshingiz bilan urushganmisiz degan savolga siz ha deb javob berdingiz. Javob bering. Yoshlikda bo'lgan, to'g'ri. Ashir degan sinfdoshimiz bo'laydi. Ikkimiz birga o'tiraydik. Birinchi, ikkinchi sinflarda Alisher. Shu bilan urishganman, to'g'ri. Birinchi sevgingizni qilsaysizmi? Ikkalasi ham ha deb javob beringizlar. Endi bilmaymizlar nima qilmaydi. Nima deyishni. Sevgan kishimga albatta turmushga chiqqanman hamda erishganman. Shuning uchun qilsayman deyman. Rahmatlar uchun sizga ruxsat. Endi o'qituvchilardan ham taklif qilamiz. Har bitta stoldan, bu stol ham har bitta stoldan bitta kishi taklif qilamiz davraga. Marhamat, o'qituvchilarimizdan. Alashota Karimovani davramizga taklif qilamiz. Marhamat, Alashota. Odil, Abrif Odil. Jamila. Abrif va Nafsan davramizga taklif qilamiz. Marhamat, domlalarimizdan ham. Nazarov. Yo'ldosh aka, marhamat davramizga. Albatta shogirdlaringiz hurmat bilan davraga taklif etyapti. Marhamat keling. Marhamat, Nazarov. Yo'ldosh aka, keling davraga. Albatta shartlarimiz oson. Keling. Shartlarimiz bilan endi tanishtirib chiqamiz. Birinchi tajriba ustozimiz boshlab beradi bu shartni. She'r aytadilar, davom etkazib ketasizlar. Qanaqa she'r bo'lsa ham. Assalomu alaykum. Ahafida. Assalom maktabim, ulug' koshonam. Assalom jon tanim, vatanim onam. Assalom ustozlar, kasbkori sabo, bayramingiz bo'lsin muborak. Xush bo'lsin. Tamam. Unda siz birinchi o'qituvchisiz. Ismi qanaqa? Lenin bobamiz. Tamam. Xush bo'lsin, she'r ayting. İki piyola çıkanında meyvemi şiriklaydım. Benim çıkanım yok. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz
odamlardan so'raydi qadri, hissat g'animatdir, shaxsatrilala, bizamoq chog'idir umr daftari. Sizlarni shu she'rga bir qaritmoqchi edimda. Alashaqqa esingizda bo'lsa, ali shu tomonda duolda ilinib turaydi. Har doim shu she'rdan o'qiganda sizni, shu sinfxonani, keyin o'qituvchilar hammasini esga olaman-da. Umuman shu esimdan chiqmagan shu she'r. Mehr nuri yog'ar doim sizingizdan ustozlar. Yursam deyman shu tabarruk sizingizdan ustozlar. Dilda ziyo borki umr sarafroz, mayli u hamisha baxt bilan to'lsin. Ey aziz muallim, ey aziz ustoz, bugun bayramingiz muborak bo'lsin. Savobimizga qo'ldashmagan sinapa g'olib bo'ldi. Sovg'amiz qabul qiling. Nomni sovg'amiz qabul qiling. Qon sovg'a. Katta rahmat Sho'rajon, Nargizaxon, sizlarning ham ishlaringizga hamisha ulkan zafarlar tilab qolaman. Yillar o'tar, bir kuni kelib, sochlarimga oqlar oralar, shunda yoshlik chog'ini yod etib, lablaring ham xayol jilmayar. Sinfdoshim balki shunda sen bolaliging bir eslarsan, o'sha damlar g'animatligin balki shunda anglab yetarsan. Hurmatli azizlar, yana davramiz davom etadi. Navbatni xushomad san'atkorlarimizga berib, davramizdagi barcha aziz insonlarni, ustozlarni, qolaversa yubiley qatnashchilarni
Sana